Necha pul dedingiz? Sizga $100 qilib beramiz aka, buni 3 kunda bitkazib beramiz. Bor, tushunarli. Mashinang bir haftada bitar ekan, $200 bo'lar ekan. Ha, zakonni cho'tga qilib beradi. Sal qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin ishi zo'r deb o'rtoq o'tdi. Mashina yengidek bo'ladi. Plastik tashib ham bo'ladi, farqi yo'q. Aka, bo'lmasam siz ishni boshlayvering. Mashina bitgandan keyin menga aloqa qilsangiz, o'zimiz kelib pulni berib olib ketamiz. Bo'ldi aka. Xo'p, Sizga charchamang. Salomat bo'ling. O'rtoq, ishonvor, xudo xohlasa mashina cho'tki chiqqan bo'lsa, ishonchli bo'ldi. Bo'ldi o'rtoq, senga ishonaman. Yaxshimisiz usta? Assalomu alaykum, yaxshi yozsizlarmi? Mana mashinalar tayyor, ko'rib olinglar. Xudo xohlasa chiroyli bo'ldi. Baraka toping, zo'r chiqibdi. Hisob kitobini kim qiladi buni? Akmal senga tashib berganman-ku. Men Akmalga $200 tashib bergan edim kartasiga. Hozir 1 minut usta. O'rtoq 1 minutga. Ani mashinaning ichini ochgandan keyin radiator bilan difuzor ham ketib qolgan ekan. Senga aytmasdan turib ustiga bo'ldi, almashtirib yuborgin deb aytuvdim-mi? O'shanga ikkalasi $100 bo'libdi. Hop. O'shani berib yuborish kerak ustiga. Yaxshi qilsan, o'zi alishtirib, eskirib ham ketdi. Bo'ldi. Men usta bilan o'zim kelishib olaman. Og'anim oldi sal pul kamroq ekan, o'shanga menga 800 ming so'm berdi, mana 800 ming so'm sizga. Faqat kech payt menga 400 so'm berib ketaman. Bo'ladi shunaqa qilsak? Unaqa qilmasangiz bo'ladi. O'zi hamma yoq qarz bo'lib ketyapti. Siz menga ishonmayapsizmi? Bir kunlik emasmiz, kech payt berib ketaman. Mayli, ishondim yo'qmasam sizga. Bo'ldi usta, yaxshi ishlayapsiz, charchamang. Xo'p, charchamanglar. Bu yoqdan $200, bu yoqdan 400 ming so'm. Ish zo'r bo'ldi. O'z og'aynim ham sodda bo'ladi. Mayli, zato ishi bitdi. Siz videoda ko'rgan voqeangiz haqiqatdan ham hozirgi paytda juda ham ko'payib ketgan. Saygakilar o'zini kimgadir yordam berayotgandek ko'rsatadi, lekin hamma pul ishilishga harakat qiladi. Lekin bitta narsani esimizdan chiqarishimiz kerak emaski, o'sha topayotgan pulimizni oilamizga, bola chaqamizga borib yediramiz. Haloldan qo'ymasam. Bunaqa odamlardan ehtiyot bo'linglar, sog' bo'linglar.